Bu mashinaga ozmuncha mehnat ketmadi. Mehr ko'zda dilxirali bo'lmasin, hammasi sizlar uchun. Inshaalloh dilxiralik bo'lmaydi. Mehnatimizga bitta like bosib qo'yasizlar, men mashinani ochaman. Cobalt ishoninglar, oluvchi haykali. Rangini qarang. Вообще sochniy-da. Endi qarang, bu yoq qorada ilk perеход o'tib ketgan, aka. O'ziga yarasha qiyinchilik bo'lgandir. Tepasida turdingiz-ku, nima bo'lganini o'zingiz sezdingiz. Ichlarigacha mehr berib qo'yganlar-da. Aka, prosta qora qilib qo'ysalar bo'lardi-yu. Unaqa emas-da. Ichlarigacha, tomlarigacha. Tomlari ham olov bo'ldi. Adden e'tibori mana shu hamma eng qiziq joyi mana shu orqa eshikda. Cho'nli qop-qora bo'lib kelib, ocharib, oranjli bo'lib ketyapti. Oldilari ham tim qora bo'lganda. Bunaqa Cobalt O'zbekistonda-yu eng qora Cobalt bu bo'ldi. Nexia birimiz eng oq bo'ladi. Bu qorani qop-qorasi bo'ldi. Aka, men xursandman-ku. Siz ham men ham xursandsiz. O'shanga bitta hadya ham bor-da sizlarga. Yangilik qilib berdim. Ha, qaranglar, deyman. Mashina bilan birga bir qilib berdilar-da. Mashantiradar. Yangisini sizga hadya qilaman. Kommentariyada prosta Cobalt deb yozib qoldirsangiz bo'ldi. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, jon aka, hafta itsinga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bu Cobalt Sizlarniki.